O'zbekistonda bir oy davomida kuzatiladigan ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zgidromet O'zbekistonda 2026-yil avgust oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, oy boshida respublika bo'ylab juda issiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Oy oxiriga borib esa harorat asta-sekin pasayishi kutilmoqda. Mutaxassislar qayd etishicha, avgust oyida o'rtacha oylik harorat iyulga nisbatan 1.5-2.5 darajaga past bo'ladi. Biroq oy baribir yilning eng issiq oylaridan biri bo'lib qoladi. So'nggi yillarda global iqlim o'zgarishi ta'sirida avgust oyidagi o'rtacha harorat ham oshib bormoqda. 1991-2020 yillar davridagi o'rtacha ko'rsatkichlar 1961-1990 yillarga nisbatan 1.2-1.5 darajaga yuqori bo'lgan. Respublikaning katta qismida avgust oyida o'rtacha maksimal harorat 35-37 darajani, janubiy va cho'l hududlarda esa 38-40 darajani tashkil etadi. Eng issiq kunlarda harorat odatda 38-39 darajagacha, janub va cho'l hududlarda esa 41-43 darajagacha ko'tariladi. Kuzatuvlar tarixida esa ayrim hududlarda 44-47 darajagacha issiq qayd etilgan. Avgust oyida qanday ob-havo kuzatiladi? O'zgidromet prognoziga ko'ra, avgust oyi quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanadi. 1-2 avgust kunlari havo harorati respublikaning aksariyat hududlarida 38-41 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 42-43 darajagacha ko'tariladi. Shundan so'ng harorat foni 3-5 darajaga pasayadi. Oy davomida kunduzgi harorat asosan 33-38 daraja atrofida bo'lishi, ayrim hududlarda esa 40 darajagacha yetishi kutilmoqda. Prognozga ko'ra, oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajaga pasayadi. Kechalari esa oyning birinchi yarmida 24-27 daraja, ikkinchi yarmida 17-22 daraja, avgust oxiriga borib esa 12-15 darajagacha tushishi prognoz qilinmoqda. Avgust yilning eng qurg'oqchil oyi hisoblanadi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, avgust O'zbekistonda yilning eng qurg'oqchil oyidir. Tekislik hududlarda odatda oy davomida atiga 1-3 kun biroz yomg'ir yog'adi. O'rtacha yog'ingarchilik miqdori 1-2 mm ni tashkil etadi. Farg'ona vodiysida bu ko'rsatkich 3-5 mm gacha yetadi. Janubiy va cho'l hududlarda esa ayrim yillari avgust oyida umuman yomg'ir yog'maydi. Tog'oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik ko'proq kuzatiladi. Ayrim joylarda oylik yog'ingarchilik miqdori 12-15 mm ni, Farg'ona viloyati tog'lari va Toshkent viloyatining yuqori tog'li hududlarida esa 20-22 mm ni tashkil etadi. Shu bilan birga eng qurg'oqchil oyda ham kuchli jala yog'ishi ehtimoli saqlanib qoladi. Masalan, 2020-yil avgust oyining oxirida O'zbekistonning markaziy viloyatlarida bir sutkada 10-34 mm yog'ingarchilik kuzatilgan. O'sha yilning 26-avgust kuni Toshkentda 17 mm yog'ingarchilik qayd etilib, bu avgust oyi uchun sutkalik rekord bo'lgan. 2023-yil avgust oyida esa respublika bo'ylab kuzatilgan kuchli jala yomg'irlari ayrim hududlarda tarixiy rekordlarni yangilagan. Bu yil yog'ingarchilik me'yordan ko'proq bo'lishi mumkin. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, 2026-yil avgust oyida oylik yog'ingarchilik miqdori ko'p yillik me'yordan biroz yuqori, ayrim hududlarda esa me'yor atrofida bo'lishi kutilmoqda. Biroq mutaxassislar avgust oyining oylik yog'ingarchilik me'yori juda kam ekanini eslatmoqda. Prognozlarga ko'ra, oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlarda asosan qisqa muddatli va kuchsiz yomg'irlar yog'ishi mumkin deyilgan xabarda.